Mejanda da yaxshimisiz? Yaxshimisiz qizim, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Nihoyatda yaxshi turibsiz. Ko'z tegmasin. Rahmat, bugun atayin yo'lni yiroq ko'rmay bizni yo'qlab kelibsiz. Shuning ko'p rahmat. Voy yaqin dedim biz uzundan buyon siz bilan ko'rish arzuyim bordi. O'tgan tugmas naqsh programmasida sizni ko'rib shu programmada uchrashib, hamda yuztarani shunda xush bo'ldim. Sizni qayta yana sahnada bizga ustoz bo'lib, yana sahnalarda ko'rganimdan rostga desam shunchalik hayajonlandim. Men o kuni naqshingizni anglab, nihoyatda xush bo'ldim. Men shu burunqi dastlabki e'lon qilgan nusxasini anglaganligim esimda bo'lgan bo'lg'achqa. Bu naqshini men shu vaqtda yaxshi ko'rgan. Hozirmi xalqimiz yaxshi ko'ryotdi bu naqshi xalq naqshi bo'lg'achqa. Ana ustiga siz Qumul xalqning naqshlarini nihoyatda o'zingiz voyaga yetkazib, o'zingiz yaxshi ko'rib aytadigan bo'lg'achqa. Har qanday asar oldi bilan o'zimizga yarasa, unda xalqimizga yaraydi deb qarayman. Chunki o'zimiz shu xalqning ichida o'sib cho'ng bo'ldik. Atomimiz shu xalqimizning xalq anglarini o'qib berib, o'qigan anglatib unda cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa. Bizningki ko'nglimiz, hissiyotimizda shu xalq naqshlariga nisbatan seg'inish, yoqtirib anglash, yaxshi ko'rish bir hissiyotlar bo'ldi. Siz shu naqshni o'qidingiz, maqatimi qaytadan, ya'ni yana bir qatim o'rilib chiqibsiz. Buni nihoyat yaxshi o'rilabsiz. Muzikasi yaxshi bo'libdi, o'zingizning bek hissiyot bilan yaxshi o'rilabsiz. Buningda men o'zim shuni nasis qilib qoldim. Shu ko'nlarningki qo'yni qassob so'ysin degan gapini men shay misol keltirib qoldim. Nima desa, Qumul xalqining naqshlarini siz o'zingiz Qumul diyorda o'sib cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa. Ana ustiga siz shu Qumul naqshlarini kichkina tatib anglab, mana shunday cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa, Qumul naqshlarini tushunib turib, o'zimning naqsh qilib aytgan bo'lganda ekan, shunday bir oldin shart tayyorlangan ekan, undan xalqimiz buni inta yaxshi ko'rdi. Men bu naqshida ham o'zim bir ikki xil narsani his qildim. Birisi Qumul xalqiningki shu yurtni gullantirish, o'zining turmushini qamdash jarayonida jafoliq shu sharoitlarda shu xalq naqshlari orqali o'ziningki xushalligini, emgak topgan shu baxt saodatini, orzu armonlarini shuning bilan ifodalab kelgan. Shuning uchun Qumul naqshlari Qumulga xos, ko'ngliga yoqadigan, xalq o'zi sevib anglaydigan bir talay xalq naqshlari shu Qumulda hozirgi saqlanib kelgan. Ikkinchisi bu naqshida bir hikoya bor ekan. Erbamo degan bu tekstdan naqshningki hikoyasi boshlandi. Men shuni o'ylab qoldim. Mana shu naqshingizni anglab turib men shuni his qildim-da. Bu bir hikoya ekan. Undaq bo'lishi Qumulda shu uzoq davrlarda Qumul xalqi oilasining, yurtininki baxt saodatini ko'zlab, shundoq tirishib ishlab emgak qilayotgan sharoitda Shinjongda iborat shu quruq, shu suv qis bo'lgan shu qurg'oq joyda, bo'lib Qumulda turpanda degandek xalqimizning shu suvga tashna bo'lib, tog'dagi qonni ko'rib, qa bo'lgandiki eris suvladi deb bu hikoyani boshlab, Erbamo degan mushtimi bilan shu bizning xalqimiz ichidagi yoshlar berib, qonni eritib kelsa, biz andan mush suv orqali yurtimizni gullantiramiz degan bir hikoya bor. Men shunday his qildim buni. Shunga bu birisi bu tarafida. Ikkinchisi endi ikkinchi o'ylagan tarafda Qumul xalqiningki xalq naqshlari boshqa bizning Shinjongning boshqa joylariga o'xshamaydigan o'zi xos uslub xarakteri bor naqshlar. Ammo shu naqshlarni hozirgacha xalqimiz shundoq sof, pokiz betada saqlab kelib, siz bilan bizga xalqimiz yetkazdi bu. Shundoq bir xalqimiz shuni so'yib bir uzun yillar tarixida mavjud qilib o'qib kelgan shu naqshlar, ammo sizning ovozingiz, sizning hissiyotingiz orqali xalqqa berilib, xalqimiz qaytadan buni yaxshi ko'rdi. Men shuni yaxshi ko'rdim. Men bu tarafdan naqshingizni anglagandan keyin o'ylangan. O'ylanib shuni demoqchiman. Endi xalq naqshlari asli mohiyatda uzun yillarda xalqimizning orzu istaklari orqali
arzu ümitlerini şunu köylep, aşını bizge bayan kılıp, bizge kelgende ki bizi okup kelyapmiz. Ben oylayman, bu yani menge şundaq davamlışlığın naqşlar. Çünkü bu xalqimiz üzülmey yaşagan iken şu güzel zamanda bu naqşlarımızın davamlıq yana koldan kolga eğizini eğiz ötüp şundaq davamlıq alqışlanıp keledi. Sizin bu naqşыңызға men nəhayət çın qalbimdə rəhmət etdim qızım. Yaxşı oqupsiz. Rahmet Emincan. Ben bu xalq naqşları dep aldığım günüm muş naqşını ünge eliş jarayonida oylap kaldım. Hem de xalq naqşısı boplan bizge yetip geldi. Lekin hem de bu naqşını meni sizge o'xshash bir ijodiyatchi birisi ijod qilgan naqshida o'z vaqtida hem de şu ağızdan ağızga, yıldan yıla oluşup hem de bizge keldi dep bilqi. Hem bu yıllar uzarap ketkenkin u ilqi ishlagan odam ularning hech qanday ismi u nimasini bilamaydi ekanmiz. Shu xotirasi qolmagan. Xotirasi qolmagan. Shu xalq naqsi deb men bizga yetib keldi ekan. Biz mashina xalq naqsi deb o'rinlig'ini emas, shunda deb ataganimiz mush naqshi uchun yaxshi baho. Chunki xalqimiz o'zi o'rlab, o'z vaqtida eg'izni ezg'i ko'chib, gerçi bir adam mükemmel işlemigen bolsunmu? Xalqimiz onu anglap, o azraq bu yaxshi tarafini qistirib o'qib, bu yaxshi tarafini qistirib o'qib degandek, oxirgi hisob kelganda uzun yillar jarayonida mashina xalq naqsi mukammal bo'lib keladi. Bizning ama hozirgi zamonning naqshlari biz ijodat qilgan naqshlar hozirgi zamondagi shu sharoitimizni, xalqimizningki har xil hissiyotlarini, xalqimizning arzu umidlarini shundoq bir yozuvchilar yaxshi tekstlar yozib bergandan keyin biz uni muzikaga solib ishlab naqshlarga beryapmiz. Bu endi ma'nosi bir ijodiyatchi, bir odam mehnat qilib qilgan naqsha deb ataladi. Uni xalq naqshi dedi, xalqning hammasiga tabiiy naqsh. Xalqimizga bu berilgan bir nom, xalq naqshi. Xalqning hammasini o'zining naqshi deb qaraymiz. Ammo eng ishlangan ijodiy naqshlarga ben hem şu fırsatı maaşı sizden sohbetleş fırsatı bir nesne diyeyim dep koyğum kelyaptı. Biz elbette dünyada asli dünya şu medeniyet sanat sayesinde her qanday ijodiyat hozirgacha egicha qisla atılıb geldi. Onun tekst yazgıcısı, müzik işlegicisi hem o'rinlig'uchisi deb geldi. Bizde hem de hazır shundoq deyilyapti bir mezgil bunun etibarsız qaralab qoldi. Mening bu vaqtida shu ijodiy naqshlarning masalan xalqimiz suyib anglayotgan ananki mazmuni sog'lom deb xalq yoqtirayotgan naqshlarning cho'qim egillarini unutib qolmasligimiz kerak endi. Mayli tekst yozg'ichi bo'lsin, müzik ishligichi bo'lsin, bu yana shu davrdan davrga xalqimizga davamlı xizmat qildigan vaqtida shu ijodiyatchining qilgan emikini, dehqonning qilgan emikiga orqali biz noyob dehqonga rahmat aytgandek, shu ijodiyat qilgan odamga, tekst yozgan odamga xalqimizning rahmati shuni ismini atash bilan bo'ldi deb qaradim. Shu mana naslda endi biz xalq naqshi deb atishimizning o'zi bek nihoyat to'g'ri gap. Chunki naqsha xalqning bo'lib ketgan.